Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve akibetul muttakin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Emma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hürmetli kardeşlerimiz, yine bu katimki bizdeki dersimizge yine hoş kipsler. Bizdeki bu katimki dersimizdeki asası temisi görevge koyuş. Yani Arapça tilde rehn deydi o. Yani görevge koyuş. Müşniki üstüde toxtalımız. Aslında hemimiz mümin, Müslüman boğan dikin bir-birisiga resmi bir-birimizga ishonchlik mushtaq bo'lishi kerak. Bizdeki iman asli bizden bunu talep qiladi hamdi. Hamda shundoq bo'lsa-mu, lekin ba'zi insonlar ba'zi bir xatolik yoki o'qimay mushundoq qilib qo'yganlik sababidan bu odamlar ikkinchi odamga nisbatan ishonchisini, ya'ni ishonchini yo'qotadi hamdi. Yo'qotgan bo'lgandan keyin hamda o adamniki o'zi aslida ishonchlik bo'lgandan keyin shuni qarta bu odamniki o'zi mana mo'min, musulmon bo'lgandan keyin bir-birisiga yordam qilishi, ehtiyoji bo'lsa ehtiyojini aslidan qamdab o'ziniki qarindishi bo'lgandan keyin o'zi foydalangan mana mushundoq manfaatlik, huzur, halovatdimi o'xshash manfaatlish kerak edi. Lekin insonlarniki mana bu ijtimoiy jamiyatdagi mushu ishlari va ularniki qavatgan ba'zi mana shundoq qamlashmagan ishlariniki sababidan bu odamlarniki mushu ijtimoiy jamiyatda har xil shaklda mushtaq kelib chiqadi. Chiqqan bo'lgandan keyin buniga asosan ehtiyoj, uningdan beradigan, buningdan oladigan mushtaq ehtiyoj tug'iladi. Oldingi darsimizda qarz berish ve onunki üstüdeki şer'iniki hükmü degan mazmunda qarz berib tursa o adam qandoq savob bo'ladi deganlikniki ustida to'xtalgan edik. Aslida bir odamniki ehtiyoji bo'lib, yana bir odamni qashi kelgan bo'lgandan keyin har ikkalisi mu'min, musulmon bo'lgandan keyin Alloh bir deb ishongan bo'lgandan keyin buniga asosan o odamniki o'zi mana buniga so'rgan qarz va hokazo binas kerak bo'lgan bo'lsa, darhol berib turishi kerak. Asli buni taqozo qiladi. Endi ba'zida shunday xato ishlar bo'lib, u odamniki ikkinchi bir odamniki oldida yoki boshqa odamlarniki oldida u odamniki ishonchisi yo'qolib ketadi. Ishonch yo'qotib qo'ydi. Buni qarta bermaydisi asli, beraydisi bermasmiki deb o pulniki üzünü muşundaq bir tereddüt asıdı buludu. Ondan bo'lgandan keyin bu adam bir iş gerek olan bo'lgandan keyin bunu qarta ishonmagandan keyin şu adamga o'ziniki şu qarzininki berib turadigan şu qarziga kafolatlik qilish uchun, yana vaqti deyishga vaqtning o'zidan bu qarziniki o'zini u odamga yondirib berish kerak degan mushuni kafolat qilish uchun uningki qarshiligida mana bir odam, ya'ni o odamniki o'zi shu odamdan bir narsani shu oladi. Aslida undaq qilmaslik kerakdi. Qarz berib turgan odam ishonchlik bo'lgandan keyin, ishonchli mo'min bo'lgandan keyin qarz olgan odam shunday berish kerakdi. Lekin ijtimoiy jamiyatda shunday ba'zi bir xatolik ya ba'zi bir shunday o'xshamagan mushta ishlar kelib chiqadi. Shuni anidan keyin u qarzga odam berib turgan odamniki o'zi beraydisi asli, bermaydisi asli. Shuni bilan bergan vaqtniki o'zida o'ziniki qarzini degan vaqtniki o'zida rasmiy yondirib berishga kafolat qiladigan, mana uni rasmiy o'ddisiga oladigan bir narsani u odam talab qiladi hamdi. Qarz vermekçi olan, berib turmoqchi olan adam, qarz olgan odamdan mana bunday ish kelib chiqadi. Mana buni islom shariatimizda görevga qo'yish, ya'ni görevga qo'yish deymiz. Aslida unda görev qo'ymay berib o'tish kerak, lekin ahvol shundaqcha bo'lib qoldi endi. Ondan bo'lgandan keyin buni islom dinimizdagi fiqhi, ya'ni ahkam masalaniki o'zida buni arabcha tilda rahn deb atiladi.
Uyghur tilindeki üzüde görevge koyuş. Endi bu görevge koyuş degen asli er-rahm degen bu telaffuzdaki asli lug'at ma'nosi mustahkam turush va u yerda qat'iy tavralmay, midirmay turush degan bundaq bir gapni asli lug'at ma'nosi mana buni bildirdi. Endi buni bildirgan bo'lgandan keyin lug'at ma'nosi mana u, ammo shar'iy ma'nosi shu. Shar'iy ma'nosi biz oyatda tushundirgandek, bir odam bir odamga qarz berib turmoqchi bo'lsa, u odam qarz so'rab keldi. Qarz so'rab kelgan bo'lgandan keyin u odam uni qarz bergandan keyin shu qarz pulni u odamdan degan vaqtning o'zida yondirib berishga kafolat qiladigan bir narsa shu moddiy. Mana bir narsa oladi, yoki uy, yoki ayvon, yoki araba, yoki muhim bir narsani u odam şu qarz olgan odamdan oladi, qarz bergan odam. Mana buningki o'zini nima deymiz, uni shar'iy tarafda mana görev koydu deymiz. Ondan bo'lgandan keyin mana bu qarz olgan odamniki o'zini menini o qarz bergan odamga o bir narsani qo'ydi odamniki yanida. Mana buni arabcha tilda rahin, ya'ni görevga qo'yuvchi. O qarz berib turgan odamniki o'zi qarzoniki yana narsa oldi endi menini. Mana uni nima deydi, uni murtahin deb mudacho atadi demdi. Malniki o'ziga, ya'ni bu malniki o'ziga nima deydi arabcha tilda, ya'ni kitoblarda merhunetun, yani deydi. Yani rahm deydi. Mana rahm görev qo'yish, ya'ni görev qo'yilgan mal degan bunda bir gap cho'q bo'ladi endi. Endi biz bu İslam dinimizde bu ish durustmi? Mana bu görevga qo'yishninki o'zi İslam dinimizde asosi bor. Uni qisqacha u durust. Buningki asos bor ekanligi Qur'oni Karim, hadisi Rasululloh shuningdek ijmo va qiyosga asosan bu durust ekanligi isbotlangan. Agar bir odam mush ishni qisqan bo'lsa, durust ishini cho'qqan bo'ladi. Qur'oni Karimda Alloh taolo va in kuntum ala safarin va lam tajidu katiban farihanun maqbudatun fa in amina ba'dukum ba'dan falyu'addi allazi tumina amanatahu vel yattaqillaha rabbah degan bu oyat cho'q bor. Alloh taolo shuni deydi: agar sizlar safarninki ustida bo'lib qolsanglar, sizlar safarninki ustida bo'lib qolib, mushunda qarz oladigan, beradigan mushunda bir ish bo'lib qolgan bo'lsa, u chaqning o'zida ikki tarafda yezishib imzo qo'yadigan bir kotib bunda bo'lmagan bo'lsa, u chaqning o'zida ikkaninki o'ttirsida rihanun maqbuda, ya'ni qarz qilib topshirib elingan bir görov qo'yilgan narsa shu kerak. Shunda qilsanglarchi bo'ladi deb Alloh taolo shuna deydi. Agar sizniki ba'ziga amin deb qarab ishongan bo'lsa, u joniki o'zida amin deb qaralgan odamniki o'zniki omonatini bu yerda nima qilsin deydi, Alloh taolo buni ado qilsin deydi. Ya'ni uni amin deb görövga qo'ygan odamniki o'zi men malni oyoq qo'ysam bo'ldi degandan keyin vaqt kelgan vaqtdagi o'zida bu malniki o'zini egisiga yondirib bersin. Val yattaqilloha rabbah. Men bu odam o'ziga Rabb bo'lgan Allohdan qo'rqsin deydi. Unda bo'lgandan keyin bu oyatninki hukmiga asosan mushundaq bir göröv qo'yish ishi mushundan yuz bergan bo'lsa, ikki tarafniki o'ttirsida, mana bu göröv qo'yish nima ekan durust. Mana bu oyatga asosan. Yana Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ninki yedisi kelsak endi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yüzdeki mana tümü çapındaki yüzünü Yahudiniki qishiga mana görevga qo'ygan. Görevga qo'yib mana shu chanimizda bu ish shu Yahudida Peygamber sallam mushundaq yaliq apa berib turishni, mana bir apa berib tursang yeydigan bir narsa yo'q. Muşta afif verip diye vaktin üzerinde bu Yahudi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan yüzü şundak naçar oğandaki yüzü okşaş oylap, vay Muhammed meniki melimni ip gitişini irade kodudu dep şuna degen. Degen Peygamber bu gapni anlap, bu yalgancı, yalgan etip kazzap. Men yer şarniki üstüdeki birden bir emin adam men. Man nim için işenmeydi o?
deb muştaqçu degan. Meni osmondagi ham amin bo'lgan odamman. Agar meni amin deb, ishonchlik deb qarsa bir qarqana bir odam, men u odamniki shu qo'ygan narsaning o'zini jazman men aynan adocho qilib beraman. Anda o'g'andikin bu Yahudi o'zi o'xshash meniki mushu melimni bermay yeb ketdi deb muştaq debdi. Anda o'g'andikin sizlar meniki bu tumi chapinimniki o'zini Yahudini qashib qo'yinglar göröge. Şuniki karşılıkta anedikin afa epkelinglar deb meni Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem muştaqço degan. Endi yeni bir hadisda İmam Buxoriy Ayşe radhiyallohu ta'ala anhudan shuna rivoyat qildiki, meni Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Yahudidan bir yemek içmek setib olgan edi. Setib olib shu chaqniki o'zida meni Yahudiga Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem o'ziniki tumi chapiniki o'zini meni bu yerda omonat qo'yib meni göröge qo'ygan edi deb muştaqçu rivoyat qilgan. Ya'ni demak, meni shu hadisga asosan yuqorida o'qilgan ikki dona hadisga asosan mana bu göröge qo'yish islom dinimizda bu nima ekan, durust ekan. Ana bo'lgan ekan, mana bir-birisiga göröge qo'yib mana bu rasmiy shaklda undaq qilsa bu durust bo'lgan bo'ladi. Endi shunga asosan bütün ulamolarimiz yuqorqi oyat va hadisga asosan hamma olimlarimiz bil ittifoq göröge qo'yish degan ishni qilsa bu chaqniki o'zida bu durust ish bo'lgan bo'ladi deb qaraydi. Ammo oyatdagi o'zida va in kuntum ala safarin degan bunda bir gap bor edi. Agar siz safarda bo'lsanglar deb. Bu yerda bu göröge qo'yishniki durust ekanligi, mayli u odam safarda olsun, mayli uyda safar qilmay shaharda o'ziniki uy mahallesida bo'lsin, bu durust bo'laverdi. Bu durust bo'laverdi. Ba'zi olimlar bu göröge qo'yish masalasidagi o'zini yuqorqi oyatga asosan faqat safarda bo'ladi, uyda mahallesida turgan vaqtda o'zida safar qilmagan vaqtning o'zida qattiq bo'lmaydi deb qaraydi. Lekin ko'p sonli olimlarimiz mayli u odam safarninki ustida bo'lsin yoki safar qilmay o'ziniki uyda mahallesida mundaq holati bo'lsin, u chon o'zida mushundaq göröge qo'yish ahvoli men ehtiyoj tuyulib qolgan vaqt o'zida qilaversa bo'ladi deydi. U yerdagi oyatninki, bu yerdagi safarning ustida bo'lsanglar deganlikniki o'zi safarninki ustida bundaq ahvollarniki yuz verish ko'proq bo'lgan ekan, shu oyatda safarning ustida bo'lsanglar bo'ladi, safarning ustida bo'lib qolsanglar bo'ladi, safarning ustida bo'lib qolsang mushta ishlar yuz bersa unda göröge qo'yinglar degan gap mushundaq bo'ladi deb mustaqchu qaraydi. Nima uchun? Bu yine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yuqorqi hadisga asosan Peygamberimiz safar qilmay o'ziniki uyda turgan vaqti o'zida ana Ayşe radhiyallohu ta'ala rivoyat qilgan bir hadis, ham o'zim shunday degan, o'zim uchun shunday qilgan. Meni mushunga asosan Peygamberimiz safarda bo'lmay o'ziniki uyda turgan vaqtniki o'zida anidagi bu ishni çok qilgan. Qan bo'lgan bu yerdagi oyatdagi safarning ustida bo'lish degan gapning o'zi, ya'ni ko'p vaqtda unga o'zida shunday bo'lib qoladi hamdi. Chunki u yerda safar bo'lgan ekan, yazıdan qog'oz yo'q, qalam yo'q, yozuvchi ham yo'q bo'lib qoladi. Bunday vaqtdagi o'zida bu ikkisiki o'ttirsa ekan, qarz masalasini texnik chingitish uchun bu yerda göröge qo'yish degan ahvol shu vaqt yuz beradi. Bu g'olib, ya'ni ko'p sonli bo'lgan ahvolga qarab deyilgan oyat va hukm uchun u deydi. Unda u bo'lgan ekan, mana bu göröge qo'yishniki o'zini, mayli u odamniki o'zi, mayli safar qilmay o'zining mahallasi turgan holati bo'lsin, mayli u odam safarniki ustida bo'lsin, mana bil ittifoq ko'p sonli olimimiz buni hammani durust deydi. Endi bu göröge qo'yishniki o'zi, mana bu oyat, hadis, uningdan boshqa ulamolarimizdagi ko'z qarashga asosan hammasi durust. Mayli shaharda olsun, mayli safarda olsun, mayli nerede olsun, bu durust. Endi buniki durust bo'lishligi bir qancha shart var. Endi bu rahni degan gapniki o'zi, göröge qo'yish degan gapniki o'zi bu yerda go'yo oldi satdidek o'xshaydigan bir masalamdi. Unda o'g'andikin göröge qo'ydim deydi göröge qo'yg'uchi. A göröge aladigan odamniki o'zi men seniki bu mening göröge aldım deydi. Degan bo'lgandan bu yerdagi aqd go'yo aldım, sattım dek bunda chigidadigan bir masala. Anda o'g'andikin bu göröniki o'zi göröge bo'lgan mushi shaklda chigidishninki bu yerda bir qancha shartlar bor. Uniki birinchisi şu göröge qo'ymoqchi bo'lgan, ham göröge olmoqchi bo'lgan odamniki o'zi jazman
akıllı oluş gerek. Yani akıl. Yani akıl o işi caydı buluş gerek. Bunu asasen o adamniki yüzü saran. Bundaq məto, bunda bir adam bolğan bolsa, aql oşunu yo'qotgan, bunda bir adam bolğan bolsa, bundaq adamlarniki görö qo'yishi bu durust emas. Ikkinchidan, shu görö qo'ymoqchi bo'lgan adamniki o'zi jazman balog'atga yetgan bo'lishi kerak. Ya'ni balog'at yetib, oqqarni payqatadigan, foyda ziyonni o'qiydigan bunda bir holatdagi kishi bo'lishi kerak. Agar u görö qo'ydigan adamniki o'zi kishi bo'lib qolgan bo'lsa, balog'at yetmagan bunda bir adamniki görö koydum, bana 200 ming koy pul berip durun, ben sizge bana görö koydum dese bu durust olmaydı şer'ide. Bu durust olmaydı şer'i, bu görö koyulmaptı dep, uçadı görö koyuş diyen gapninki yüzü bu yerde çok yoqap ketdi demdi. Üçüncüden şu görö koyulmakçı olan malninki yüzü, görö koyulgan vaktin yüzü de aynen hazırçı buluş gerek. Mesela o adamda qaz sordu. Bu adam qaz yirib turmoqchi emassan 20 ming koy ya 30 ming koy. Anda o'g'andikin shu görö qo'yay. Adam g'inshib turib oldi qaz berdigan adam yo'q bu qanday bo'ladi deb. Degandiki bu qaz olgan adam deydiki unda bo'lsa buni menga ishlamasa, emas men sizga uynichi görö qo'yay. Ya mashina görö qo'yay, yoki uni görö qo'yay, buni görö qo'yay deydi. Shu görö qo'ydigan vaqtdagi o'zida mana osh malninki o'zi aşı vaqtninki üzüdü çoğu buluş gerek. Aşı buluş gerek benim mal, bana göre koydum. Digen aşı aleti ne mi kılış gerek? Buluş gerek. Ben o malninki yüzünki şahsi bana yötküldüğün mal olsun. Yani ki bir kancı kişininki oturu ticaret şekildeki bir mallar olsun. Aynen şu vaxtdaki üzüde o adam ilgi bolalaydıgan adette yani görev ağa adam amanlı resmi yüzünki mulukka ötkizalaydıgan bir xil adeti çok buluş gerek. Eğer onda bulmagan bolsa, uçan üzüde görev koyduğu vaxtdaki üzüde mana görev koyuş meselesi dişke vaxtı üzüde o görev koyulduğun malınki üzü bulmasa uçada rehin yani görev koyuş diyen gapniki üzü emilleşmegen buludu. Cezmen o yerde beni buluş gerek. Yeni bir sanadayken bu göreve koyulgan malınki yüzünü töteni şart. Şu göreve adam şu malını resmi yüzü tapşırıvan buluş gerek. Kolu tapşırıverip anındaki buluş gerek. Yağı bulmaydı. O adam bulmasa şu adamninki vekili o malını tapşırıvan buluş gerek. Anındaki bu 4 tane şart var. Bu 4 tane şart tepilgan deyken andaki görev koyuş diye işe bu çanıki üzüde bu yerde vücudu çıkan buludu. Bulmasa katli bu yerde vücudu çıkmaydı. Anda o andaki şunun önem bu 4 şart tepilgandaki görev koyuş diyen meselesi bu yerde vücudu çıkıp eminleşken buludu. Andaki bu görev ağa adam görev ağa belgüçüge talep kılan qazını berdi. Yani qaz o adam tapşır oldu. Andaki şu qazı ağam nesini uçan işlesi çok buludu. Hoş. Onda o bolsa bu görevge koyulgan maldın o görevge ağıcı adam kandak kılıdı. Paylansa mene bolamdı, bulmamdı. Aslında görev koyulgan malniki yüzü mene bu yanaki görev koyulgan adam o malniki yüzüne o adam o yerde paylansın dep koyulgan dersi çok emez. Ona kapalet bolsun. Onu resmi işiniş şekilde onu çiğnetiş şekilde koyulgan bir mal. Manda çıkıp etken vaxtımızda amanet bir mal. Anda oğan diken bunu karta görevge ağa adam görevge koyulgan bu adamninki melini şüphetim turdu onundan menfaatleşki bulmaydı. Onundan menfaatleşki bulmaydı. Mesela o adam öyüne görev koyuptu. Yağı bulmaydı maşinini görev koyuptu değil. Mene uçanıki üzüde bu adam menin görev koygandı ki menin pulumunu al işletip atkan boğandı ki men bunu da kirağı veray, yağı bunu menip işletey dese bu katli dursunmaydı. Eğer o adam görev koygan adamniki üzü buptu sil işletip asla payda basla desimi bu katli nememez dursemez. Çünkü nemi için dursemez? Çünkü görev ağa adam görev koyulgan malniki yüzüdün menfaat ediş men bu menfaatniki yüzü onunki karşılığısız kelgen bir ne boludu ya da menfaat oludu. O qazninki yüzüne mene
biz aldığımız dersimizde qarz degan bobda to'xtaldik. Har qanday bir qarzningki o'zi bir foydani olib keladigan u qarzningki o'zi ribo bo'ladi deb. Unda o'g'an ekan. Göröv qo'yilgan malningki o'zini görövga og'uchi adam u yerda foydaladi ekan. Göröv qo'ygan odamning foydasi misol mayli deb ruxsat bersimi? Chunki durust olmaydi. Chunki bu adam göröv qo'yilgan malningki o'zidan foydalanish uningki qarshiligida hech qanday bir narsa yo'q, u odam foyda olgan bo'ladi. Foyda olgan bo'ladi, mayli meni foyda olsin, mayli bir narsa naq setib yoki ijara qo'yib foyda olsin. Bu odamning qo'liga kelgan bu foydaningki o'zi uningki qarshiligida yo'q bir narsa kelgan bo'ladi. Ham u odam qarz bergan odamga nisbatan qarz olgan odam nisbatan qarzningki qarshiligida foyda kelgan bo'ldi. Bu foyda kelgan bo'lsa ribo, bu qat'iy nima emas, bu yerda durust emas. Endi göröv qo'yilgan mal bu ish xil bo'ladi. Birsi, mana buni da göröv qo'yilgan malni shu petib qo'ysak, u bir narsa shu petim turdi, yemaydi, ichmaydi, u bir narsa shu qilmaydi endi. Mana bundoq mal olgan bo'lsa, uchaning o'zida bu odamniki o'zi bu malniki o'zidan foydalanishga bo'lmaydi görövga olgan odam. Ammo u göröv qo'yilgan malniki o'zi, masalan, yeydigan, ichadigan munda bir narsa, masalan, hayvonot, jonliq bir narsani qo'yibdi. Jonliq bir narsa qo'ygan bo'lsa, uchaning o'zida bu ama göröv olgan odam, göröv qo'ygan odamniki melek qalibdi, yo qo'yibdi, yo to'ygibdi. Mana mushundaq narsa bo'lgan bo'lsa, uchaning o'zida mana bu göröv olgan odamniki o'zi bu malni beqish kerak endi. Aslida bu malniki beqish xarajat hammani göröv qo'ygan odam hammani bir chiqimini hamdi. Mesela qo'yni qo'ydi deydi, kalini qo'ydi deydi, atni qo'ydi deydi. At kalini qo'ygandan bu yerda yemek, içmek, mashadagi halapninki hammasi chiqimini ash göröv qo'ygan odamcho bu birdamdi. Bu birdigan gap. U yerda göröv odam bunicho mas'ul olmaydi. Ammo shu odamniki o'zi, masalan, kalini beqibdi, sug'uribdi, o't beribdi, mushundaq mana masraf qilibdi bu odam. Masraf qilgan bo'lsa, shu o'zi ishlatgan shu masrafiga loyiq mana u odam shu yiliqi aşı narsadan foydalanishchi bo'ladi. Masalan, kala yoki ot mana görövga eptikan, bu odam uni baxmisi bo'lmaydi endi. O odam göröv qo'ygan odam esa jira, ya'ni qilib bo'lmaydi. Unda u bo'lgandiki bu chaniki o'zida u odam shu kala qo'yni yoki ot eshakniki o'zini qanchalik baqqan bo'lsa, shuni qarta u odam foydalansa, ham u kalib qolgan bo'lsa, masalan, sag'digan ish olgan bo'lsa, ki sag'digan sevib uniki sütüniki üzünü, mana bu nima qiladi? Sütüniki üzünü ya içib yoki setib undan foydalanishchi bo'ladi. Chunki buningdan kelgan, bu xildagi görövga ilingan maldan kelgan foydaniki o'zi u odamniki oyada baxti, oyada yembadi, suvadi, chiqim tatdi. Shuniki qarshiligida keladigan nima bu? Mana foyda olgan bo'ldi. Bu mana qarshiliksiz kelgan foydachi bo'lmaydi bu. Ana onu riba olmaydı. Bunda bir göröv qo'yilgan mal olmasa bu durust oldu. Bunun karta nima için bunda durust deymiz? Bunu durust deyişte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ninki Ebu Hureyre radıyallahu ta'ala onunki hadisi var. Peygamber sallallahu şunu dediğin. Labanu darri yuhlabu bi nafakatihi iza kana merhunen. Vel dahru yurkabu bi nafakati iza kana merhunen. Ve alellezi yarkabu ve yahlibu nafakata. Nafakatu deb Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem muştahço digen. Mene seğiladigan hayvanniki sütiki uni nima qildi? Seğiladi. Bu malniki o'zi göröv qo'yilgan bo'lsa, o'ziniki nafaqasiga qarta seğiladi. Sütini shuning shunday deb nima qilamiz? Ishlatamiz. Endi minadigan hayvon bo'lgan bo'lsa, minadigan hayvonniki o'ziniki adam qilgan chiqimiga asosan minishcho bo'ladi. Men shu hayvonniki o'zini u odam nima qilgan bo'lsa, göröv qo'ygan bo'lsa deydi. Endi minga adamga o nafaqasi var. Minga sapqan minibdi o adam o hayvonniki o'zini, ham o hayvonni mesela kaliga sig'ibdi. Saqqan bo'lsa, o adam anadeken şunun qarta onun chiqimini o odamcho berdi. Agar
Bu adam unda qilmabdi. Men bilmayman, nim qilmayman desa, o'chani göröv qo'ygan adamniki o'zi, ya'ni malniki as-sabi bo'lgan adam hamma chiqimni yemak ishi, uniki ot yaş, soğuruş va bütün chiqimning hammani shu adamchi nima qildi, yerda ko'tardi. Yine Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallamniki bu to'g'riliq mena bir qancha bu yerda nimalari va hadislar bor. Shu hadisniki o'zidan bir hadisini dedik. Va unudu başka yine Ebu Hureyre radıyallahu ta'ala onudur rivayet bir hadisi var. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şuna dedi ki: "Er-rehnu mehlubun merkubun." Mene görev koyulgan mal degen gepning o'zi seg'iludu hem menuludu. Dep aniki minip açağının o'zida seg'ilib mushtaqaldiki buningki qarshiliqda yuqorgi hadis asosan shuning qarshiligi o adamniki shu minigan hayvonniki saqqan hayvonniki chiqimini adam berdi deb men payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bu hadisi mushtaqchu dedi. Ya'ni bu to'g'ri bir qancha men hadisi var. Ada o lekin bu hadisniki meni asosan bu durustchu deymiz. Hem bu yerda göröv qo'yilgan malniki chiqimi hem uniki menfaati var. Mesela bir adam şu malniki üzüne şu görövge ağıcı adamniki üstüge bir malını koyuptu. Onun çıkım ketipti. Hem onu den şu görev koyulgan adamniki aşı koluda durup bir kançı menfaatlikler çıkıp ya tuğup kepti. Ya avup kepti deyler. Meylem şunda bir malniki üzüde kandak oldu açta olgan bolsa uçanın üzüde bu yeri köpüp kalgan, bu yer jıkıp kalgan, u yer menfaatlik bilasib qolgan bo'lsa, bu görev qo'yilgan malniki tarkibining ichiga oladi. Bu malniki o'zi görev olgan odamniki mulk olmay, görev qo'ygan odamniki asli egisi olgan o odamniki ichiga cho'k kirdi. Masalan, bir odam bir kalini deyli, görev qo'yibdi ekan. Görev qo'yganda u tug'ibdi, ish ko'p ketdi. Yoki u ovib ketdi. Masalan, qo'y olgan bo'lsa, uniki mesela jungni qirqibdi deyli, bu orqali paydab kaptadi. Bu adamning qilmabdi. Egisi görev olgan adamniki o'zi mushtaq paydab kapti. Aqan bo'lsa, pulning o'zi, aya to'lgan narsaniki o'zi görev qo'yilgan bilan o'xshash, o'chaning o'zida görev olgan adamning olmaydi, görev qo'ygan adamning cho bo'ladi demdi. Shuningdek, mevchi va hokazo binasi deylamdi. Mesela daraxtni nima qilibdi görev qo'yildi deydi, mevlik daraxt. Deganidek yani qanday bir narsa bo'lsa ko'pib qolgan bo'lsa, o'chaning o'zida voy mal degan mening qo'lim turib ko'pib qoldi, ovib qoldi. Anda o'g'andikisini qo'llanishadi yo'qdi. Ana meniki asli mening ip ketib görev olgan adam bunda qilsa qat'iy nima emas, durustchu emas endi. Endi yana birisiga anladikkin bu görev qo'yilgan malniki o'zi biz aviyati deganimizdek bu amanet. O görevgi ağcı adamniki qo'lida o vaqtincha amanet tutturdu. Endi amanet tutturgan bo'lgandikan, agar görevgi olgan adam şu malni ziyon yetkazib, o malning o'zi ziyon uchrab yo'qolib ketibdi. Bu chaniki o'zida amanet bo'lgandikan, agar bu adam, ya'ni görevgi olgan adam şu malni muhofazat qilish, saqlashniki o'zida o'zinikidek shundoq aynan ashundoq saqlab onu qo'g'dab, mudofaa qilib qilmay, mening olmagandikan qanday qilsin, mayli deganidek bunda beparvolik bilan qilish orqali bu malniki o'zi ziyonga uchrab ketgan bo'lsa, o'chan o'zida bu odam malniki o'zini qanchalik olgan bo'lsa, uni to'laydi. Ammo shu odamniki guruh odamning o'zi u malniki o'zini, mana o'ziniki melidek saqlabdi. Hech qanday bunida nuqson yoki kamchilik yo'q. Bütün amalni qilibdi. Mushunda qilibdi, ruhun ya o'lib ketibdi, yoki yo'qolib ketib, yo o'g'rib ketibdi. Unda qilibdi. Ammo unda bir hech qanday kamchilik ish bo'lmabdi. Qilmagan bo'lsa, o'chaniki o'zida mana bu görevga olgan odam o'chaning o'zi yon tortib yo'qolib ketsa, o'chaning o'zida bu odam uni to'lamaydi. Chunki u omonatda u odam foydalanmadi, bu bo'lmaydi endi. Endi görevga qo'yilgan bu malniki o'zini şu vaqtiniki o'zida görevga qo'ygan olgan adam görev qo'yg'uchiga jazman uncha yondirib berish kerak endi. Mana shu qazni qaz berib turdi, mesela 20 ming koy. Sizniki mesela bir 2 dona kallari men tuttursin, ya o'ylar tuttursin, uyning tapisi. Deganidek mushtaqan bo'lsa,
mana u odamniki o'zi ash qazini u odam berib bo'lgan bo'lsa, odam yondirib berib atgan bo'lsa, go'roq og'a odamniki o'zi mana shunicho darhol yondirib berish kerak. Endi buni o adam nima qilmabdi? Mesela qazi bag'in olmabdi, bag'in olmagan vaqtdagi o'zida qachonliqqa shu qazni basa, shu chaniki o'zida go'ro'g'a olgan malniki o'zini shu chaniki o'zida meni yondirib bu odamga qilib bersa, bo'ladi. Bu channing o'zida menga shu qazimni bergandiki, anidiki men go'ro'g'a olgan, men melingni berman, bo'lmasa bermayman desa, bu chaniki o'zida bu nima bo'lgan bo'ladi, u channing o'zida durustcha bo'lgan bo'ladi. Endi bu görev koyulgan malniki yüzünün görevga ağıcı adam, hem de bu görev koyulgan adamın karşısa o kazı beğenmepti. Ya yok ap gidip ya belki unutmaptı. Belki unutmagan diken uçanın yüzü de bu görev koyulgan görev ağa adam, görev koyulgan malniki yüzünü bu adam meninki pulunu beğenmegen diken, ben şu puluniki karşılıkta ben malını tutuvalımen deyiş bu dursemez. Bu katli dursunmaydı. Bu katli dursunmaydı. Bunu eğer aşında kıp koluda iş kanabiliriz bulmagan bolsa, o çağda kazıyınki hükmü bilen bu adam şu malını kazıyın buyruğu bilen sot mahkemesindeki kazı buyruğu bilen bu adam o malını apırıp setip o çağda üzerinde satkan pulu eğer o kazıya muvaffak gelgen bolsa, aynen şunu alıdı kabuk bağlı bolsa yine kaz ağa adam yine geldi kaz kırıp uçağınızda yine berdi. Eğer o setilgan nerseki yüzü bergen kazın çıkıp kalan bolsa, yüzdeki kazıcılık nersini tutuverip, onundan uç olan nersini aşı kaz ağan, yani görev koygan adamga bu yerde nimkutlarını o yerde yandırıp çok berdi. Hadi bunu karab bana deyken, vay sen benimki ma pulunu beğenmeyen deyken, apırıp üyünü satımen, setip ben manda kılımen, ya ki benim kılıvalımen, dep bunda kılış katli İslam dininde dursemez. Bunu aniq bilishimiz kerak. Bu da eğer aşında bo'lgan bo'lsa, uçağınızı sot mahkemege az qiladi. Az qilgandan keyin andaki sot mahkemesi qozi bu odamning rast ash qazni beramidi. Beramagan bir tekshiruvni tadqiq qiladi. U yerda soqchilni yo taftishni avatib, andaki rast bu odamning rast pul binasi yo'qkan, ziyon tortib ketib vaqtda unda bo'lsa emsa, mamanniki o'zini endi satili deb uçağınızda o qozi qilgan ish. Bu adam öyle kopupla, yüzdeki mühendisi yüzüne kopupla, yüzdeki ihtiyarla mabak pulunu ben beğenmeyim, pulu beğenmeyken diken, benim kılıvar ben dese, ben bu katliğini ne bulmaydı, duruşçu bulmaydı. Bununla Allah'ıyla dikkat kılış gerek. Şu an Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'deki bu hadiste şuna diyen, la yuğlaqur rahnun min sabil lezi rahanehu, lehu galemuhu ve aleyhi galemuhu diyen hadisi var bu, doğru. Peygamber şuna diyen, takalmaydı, mene görev koyulgan malını, yüzü görev koyulgan adamni takıp, onu beğenmeydiğen işini çok kılışkı olmaydı. Mene kazım beğenmeyen deyken, ben seninki görev koyulgan malını beğenmeymen deyip, onu tusup, onda kılışkı olmaydı deyip Peygamber sana. Onda kımbalına deyip, onda kımbalına ki, mene o adam için, görev koyulgan adam için, görev koyulgan malını için berisiz. Adam endi beramagan bo'lgan ekan. Endi o adam qazi beramagan bo'lsa, o'chan o'zida u malniki o'zi sizniki gardiniga qazurchi oqidi, qazurchi turdi deydi, qazoldi deydi. Anda bo'lgan ekan, bu hadis asosan, yeni bu to'g'riliq, yeni bir qancha Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallamniki yeni hadislar var. Men bunday shaklda muomala qilishniki o'zi men mu'min, men musulmon degan odamga nisbatan qat'iy dursolmayman deydi. Ben bunun pulunu beğenmedim, pulu beğenmem ben özlemdeki kıvalımen dep yüzdeki ihtiyarına kılışkı bulmaydı. Eğer aşıda bu kalan bolsa derhal yandırıp ettim, o adamdaki yeri kazık durdu, anındaki o adam ummeni satandı, setip anı kazı beremdi, bunda kısın, ya bunda kılığa işi olan bolsa sot mahkemesi gibi kazi onu bitirip kıldı. Anındaki bu işçi doğru yer gücü bir yerde düşürdü. Endi bu görev koyulgan vaxtdaki üzüde, bu görev koyulgan malınki yüzüne eğer ben bunu satamısan, ben yandırıp beramısan, mesela mal qazni uçağın yüzde sen yandırıp beramısan, uçağın yüzde qaz ağa adam depti ki,
malniki özünü şu vaqt tushgan vaqt kelgan vaqt o'zida buni sotaman. Satsam çok boludu setip degan bok bunda bir şart qo'ygan bo'lsa, unchalik o'zida bu shart nima u durust. Unchalik o'zida mana bu qarz göröv ağa adamninki adam unchalik o'zida bu shartni deyishgan ekan ham göröv qo'yguchi bilan göröv og'uchi. Unchalik o'zida bu adam u molni setib, mushundaq qilib o'zi qarzni mundaqcha qisib bo'ladi deydi. Lekin ba'zi ulamolar bu qat'iy bo'lmaydi, bu yerda durust olmaydi. Unchalik shart ekan bu yerda nima emas, durust emas deydi. U ko'p sonliq olimlar emas, ko'p sonliq olimlar bunday qilsa durust. Endi eng yaxshi bu yerda deganimizda, bosh deganimizda qoziniki hukm bilan bu yerda deyish kerak. Bo'lmasa o'zing ixtiyor bilan ma'maniki, oniki demak, chunki bu adamniki 20 ming ko'y, 30 ming ko'yliq o'chani o'zida mel olgan bo'lsa, pul olgan bo'lsa, qazangan bo'lsa, u adamniki meli mesela 50 ming ko'y, 60 ming olqacha o'chani o'zi jihmanni olgan bo'ladi. Bu adil olmaydi. Mana bu adolat eng muhim. Buni alohida nima qilish kerak? Diqqat qilish kerak. Endi bu göröv qo'yilgan göröv ish qachonqa yo'qaydi desa, mana bu görövning ishi har ishga taraf qaysi shu chigirib bo'lganligi darhol yerib ketgan bo'lsa, o'chaniki o'zida mana göröv avchi adam o'sha yerda o'z ixtiyoridan yeribdi. Yo, men o'chan o'zida görövga men ammaysini mollarini bu qarz men berib turar. O'chansini beralar degan vaqtda bo'lgan ekan. Masalan, ishini degan bo'lsa, o'chan o'zida göröv qo'yish degan ish shuni tugaydi. Göröv degan gap bu yerda tugaydi. Bu mena eng yaxshi ish, chunki u odam mena har u qarindishi mo'min musulmon odam bir biz ishonchchi bo'lgan bo'ldi. Ham bu odamning o'zi meni yordam qilgandimi, meni qarz berishniki o'zi bak savob bo'ldi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam mana bu mazmunda, men bu hadisligi mazmunga asosan bu odam nihoyat jiq savob ishlarni qilgan bo'ldi. Hemmimizin Allah Teala mana bu Qur'oni Karim hadisi Rasulullah'nınki şu ko'rsatmasi bo'yicha amal qiladigan haqiqiy taqvo, muttaqi, olim, omil, muqarrab, mujohid kishilardan qilsin. Mana Qur'oni Karimni hadis Rasulullah'ni to'g'ri shaklda tushunadigan mana faqih kishilardan qilsin. Har birlarini Allohga omonat qildik. Va yana bir qator ko'rishgacha har birlarini Allohga omonat qildik. Va oxir da'vona alhamdulillahi robbil alamin.